Qadimda bir podsho bo'lgan ekan. Podshoni qizi bo'lgan ekan, Malika. Malikani turmushga bermoqchi bo'libdi-da, tanlov e'lon qilibdi podsho. Tanlovda ikkita shahzoda finalga chiqibdi. Shahzodalarga qarab, kimning oti ikkinchi bo'lib marraga yetib kelsa, o'shanga Malikani beraman debdi. Shunda shahzodalar otlarga minib, birinchi bo'lishga shoshilib ketishibdi. Ya'ni marraga birinchi bo'lib yetishga shoshilibdi. Hali yetib bo'lmagan-ku marraga. Marraga hali yetmagan. Marraga Chunki uylangan bo'lar, podshoh. podshoning qizi-ku, kalla. Shu uylangan deyapti, bu bilmaydi. Shahzodalar uylanganmi? Yo'q, unday emas javobi. Qanday bo'lishi mumkin? Hali marraga yetmagan-ku. Yo, o'sha birinchi bo'lib marraga birinchi bo'ladi deb yugurib ketyapti. Boya shohni san'atdagi odamlar boyagi shahzoda bo'lmaydi, shohni o'g'illar shahzoda bo'ladi. Yo'q, unday emas, unday